Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Buxgalteriya hisobi fanidan buxgalteriya hisoboti mavzusida video ma'ruzani boshlaymiz. Ushbu video ma'ruza o'rganish uchun biz quyidagi buxgalteriya hisobi rejalarini tuzdik. Bu birinchi rejamiz buxgalteriya hisobining tushunchasi, maqsadi, vazifalari nomlanadi. Bunda biz asosan buxgalteriya hisoboti o'zi nima, uning maqsadi, qanaqa vazifalari haqida gaplashamiz. Ikkinchisi, buxgalteriya hisobotlarining shakllari va ularni tuzish tartibi. Biz bilamizki, buxgalteriya hisobotlari ma'lum bir Moliya vazirligi tomonidan taqdim etilgan hisobot shakllarida hisoblanadi va ular o'sha shakllarda tuziladi. Uchinchisi, buxgalteriya hisobotlarini moliyaviy, ya'ni hisobotlarni taqdim etish jarayonlari haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, biz buxgalteriya hisobotini avval hisobot o'zi nima, hisobot degani nimani tushunamiz, shu haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Avvalo, hisobot deganda xo'jalik yurt subyektlarining o'tgan vaqt ichidagi moliya xo'jalik faoliyati va boshqa operatsiyalar, ya'ni ishlar natijalari va ular sharoitlari to'g'risidagi ma'lumotlarni majmui bo'lib, undan ya'ni faoliyatni tahlil qilish, nazorat qilish va boshqarish maqsadida foydalaniladi. Ya'ni hisobot o'tgan davrda bo'lib o'tgan xo'jalik operatsiyalarini ma'lum bir davrda ma'lumotlarni jamlash, ya'ni majmui hisoblanar ekan. Xo'p, o'sha hisobotdan kelib chiqib biz buxgalteriya hisobotiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Buxgalteriya hisoboti deganda hisobot davri uchun korxona faoliyatining natijalari tegishli tarzda tasdiqlangan moliyaviy hisobot shakllarida taqdim etiladigan o'zaro bog'liq ko'rsatkichlar to'plami hisoblanadi. Har bir korxona, har bir tashkilot yil davomida o'zining moliyaviy ko'rsatkichlarini va xo'jalik operatsiyalarini hisobot shakllarida, ya'ni buxgalteriya hisobot shakllarida aks ettiradi. Ushbu hisobot shaklaridagi ma'lumotlar bir-biriga mos kelishi kerak, ko'rsatkichi bir mos kelishi kerak. Ya'ni moliyaviy natijaning ko'rsatkichi buxgalteriya balansiga, pul oqimlari to'g'risida hisobot hamda kapital to'g'risida hisobot bir-biriga mos kelishi kerak. Xo'p, buxgalteriya hisobi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni, ya'ni 2016 yil 13-aprelda 444 sonli buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonunda buxgalteriya hisobotlari quyidagi davrlar bo'yicha hisoblanishini belgilab qo'yilgan. Birinchisi, barcha korxona va muassasalar uchun hisobot yili 1-yanvardan 31-dekabrgacha bo'lgan davrni o'z hisoblanadi. O'sha davr bizda hisobot yili deb aytiladi. Ya'ni buxgalteriya hisobot yili 1-yanvardan 31-dekabrgacha bo'lgan xo'jalik operatsiyalar va jarayonlarni hisobga oladigan hisobot shakllariga aytiladi. Xo'p, yangi tashkil etilgan korxona va muassasalar uchun deyapti, birinchi hisobot yili bo'lib, ular yuridik huquqqa ega bo'lgan sanadan shu yilning 31-dekabrigacha bo'lgan davr hisoblanadi. Ya'ni u yanvardami, fevraldami, iyundami, avgustdami, sentyabrdami tashkil etilgan bo'lsa ham, o'sha yilning 31-dekabri o'sha ochilgan sanasidan boshlab o'sha 31-dekabrgacha bo'lgan davrlar hisoblanadi. Lekin 1-oktyabrdan keyin tashkil etilgan bo'lsa yoki tashkil etilgan bo'lsa, ushbu korxonalar va ularning struktura bo'linmalari asos tashkil etilgandan tashqari, demoqchi, ya'ni korxonalar ularning hisobot yili ushbu 1-oktyabrdan keyingi sanadan shu yilning emas, keyingi yilning 31-dekabrgacha bo'lgan davrni birinchi hisobot yili davri deb hisoblashga ruxsat berilgan. Bu o'sha ochilgan 1-oktyabrdan keyingi 1-oktyabr ochilgan yildan boshlab emas, undan keyingi yil 31-dekabrgacha bo'lgan hodisalar 10-hisobot yili. Bunda 1-yanvarda emas, 1-oktyabrdan keyingi holat oladi. Lekin tugatilgan, qayta tashkil etilgan korxonalar va ularning strukturaviy bo'linmalari, filiallari asosida tashkil etilganlar jumlasiga kirmaydi. Ularda hisobot yili bo'laveradi. Lekin yangi tashkil etilgan 1-oktyabrga keyin bo'ladigan bo'lsa, keyingi yilning 1-dekabr bo'lgan davr hisoblanadi.
Keyin korxonalar choraklik va yillik buxgalteriya hisobotlarini O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan belgilangan muddatlarda topshiradi va tuzadi. Sababi ayrim korxona aksiyador jamiyatlari choraklik yoki yillik buxgalteriya hisobotini ham tuzib boradi. Bunga ko'proq o'sha davlat ulushi bor korxonalar yoki o'sha aksiyador jamiyatlar kiritilishi mumkin. Xo'p, buxgalteriya hisobining tarkibi va shakllari hamda ularni to'zg'azish tartibi to'g'risidagi yo'riqnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan belgilanadi. Bu maxsus bir shablon bo'ladi, shakli bo'ladi. Bunda o'sha korxonaning rekvizitlari, qanaqa shaklda to'ldirilishi, qanaqa vertikal balansmi, gorizontal balansmi, netto balansmi, brutto balansmi yoki o'sha pul oqimlari to'g'risida yoki moliya natijalari qanaqa ko'rinishda bo'lishligi Moliya vazirligining maxsus yo'riqnomasiga asosan amalga oshiriladi. Va buxgalteriya hisobotining o'zi maqsadi nima va vazifalari nima? Biz bilamizki, buxgalteriya hisobining asosiy maqsadi bo'lib, tashqi va ichki foydalanuvchilarni o'z vaqtida to'liq va ishonchli hisobot axborotlari bilan ta'minlab borish hisoblanar ekan. Va bunda tashqi foydalanuvchilar kimlar? Tashqi foydalanuvchilar investorlar, davlat organlari yoki vazirlik va qo'mitalar, banklar va hokazo, ya'ni korxonaning moliyaviy hisobotiga qiziqadigan korxonalar. Va ichki foydalanuvchilar bular kimlar? Bular boshqaruvchilar, menejerlar, korxona rahbarlari, ichki nazoratchi va ichki auditorlar, ichki xodimlar, marketing bo'lim xodimlari va rejalashtirish bo'limlari kiritiladi. Ushbu maqsaddan kelib chiqib, buxgalteriya hisobotida bir qancha vazifalar bor. Birinchi vazifasi o'sha moliyaviy hisobotlarga kiritiladigan xo'jalik operatsiyalari, ya'ni korxonaning aktivlari, majburiyatlarini o'z vaqtida to'liq uzluksiz buxgalteriya hisobi ma'lumotlari kiritib borishga aytiladi. Ikkinchi vazifasi esa o'sha korxonani samarali boshqarish, ya'ni maqsadida buxgalteriya ma'lumotlar umumlashtirish, ya'ni konsolidatsiya deymiz yoki yig'ma hisobotlar deymiz, umumlashtirish aytiladi. Uchinchisi o'sha moliya hisobotlarini yoki soliq hisobotlarini o'z vaqtida to'liq o'sha soliq organlariga, statistika qo'mita organlariga va boshqa organlarga taqdim etishdan iborat bo'ladi. Ushbu maqsadga kelib chiqib o'sha 3 ta vazifasi belgilab qo'yilgan. Xo'p, buxgalteriya hisobotlarining shakllari va tuzish tartibi qanaqa? Xo'jalik yurt subyektlarining hisobotlari 3 ta asosiy mezon bo'yicha turlanadi. Ular asosan birinchisi axborotlar hajmiga ko'ra, ya'ni axborotlar deganda qanaqa moliyaviy hisobotlar, qanaqa buxgalteriya hisobotlar tuzadi va ular nimalar o'z ichiga qamrab oladi. Ayrim kichik korxonalar ikkita hisobot shaklini to'ldirishi mumkin. Misol uchun, moliya buxgalteriya balansi bilan moliyaviy natija to'g'risida hisobot. Ayrimlari pul oqimlari to'g'risida hisobot va xususiy kapital to'g'risida hisobot. Ayrim yirik tashkilotlar debitor va kreditor to'g'risida hisobotni ham taqdim etish kerak bo'ladi. Ya'ni axborot hajmiga ko'ra turlanadi. Ikkinchisi tuzilish maqsadiga ko'ra, ya'ni qanaqa hisobotlar tuziladi? Yillikmi, choraklikmi, oylikmi yoki yig'mami, qanaqa tuzish maqsadiga ko'ra ham moliyaviy hisobotlar mezoniga qarab ajratiladi va davriyligiga qarab. Ayrim korxonalar har oyma-oy hisobot tuzish mumkin, yarim yillik, choraklik va yillik davri bo'yicha hisobotlar tuzib, yuqori tashkilotlar kerakli tashkilotlarga taqdim etib boradi. Xo'p, keyingi slaydda biz buxgalteriya hisobining shakllarini ko'rib o'tamiz. Bu O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisob to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan. Bu yillik hisobotning quyidagi shakllari aytib o'tilgan. Buni birinchisi shakl buxgalteriyada korxonaning o'sha buxgalteriya balansi. Buxgalteriya balansi netto balans deyiladi. Bunda o'sha aktivlar, passivlar, aktivlarni ikkiga bo'lamiz. Uzoq muddatli aktivlar, joriy aktivlar hamda majburiyatlar va o'sha korxonaning o'z mablag' manbalarini to'g'risida ma'lumotlar berib boradi. Ularning maxsus satr kodi bor. Satr kodi bo'yicha balansdagi umumiy summalar, umumiy ma'lumotlar yig'ilib boriladi. O'shanda jami aktivlar va jami passivlar doimo teng bo'lib boradi. Ikkinchi shaklimiz bu moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot. Bunda biz asosan korxonaning
xarajatlari va daromadlarni aks ettiriladigan maxsus shakl jadval ko'rinishida bo'ladi. Bu ham bunda asosan sotishdan tushgan tushum, ya'ni sotishdan tushgan daromadlar, mahsulot tannarxi, ya'ni mahsulotga ketgan xarajatlar, keyingisi davr xarajatlari, keyin boshqa daromadlar hamda moliyaviy xo'jalik bo'yicha daromadlar va moliya xo'jalik bo'yicha xarajatlar, keyin favqulodda foyda va favqulodda zararlar kiritiladi va to'lanadigan daromad solig'i va yakunida bizda yakuniy moliyaviy natija, ya'ni sof foyda aniqlanadi. Yakuniy moliyaviy natija, ya'ni sof foyda aniqlanganda o'sha buxgalteriya balansidagi sof taqsimlanmagan foyda moddasi bilan teng chiqishi kerak. O'shanda bizda buxgalteriya balansimiz to'g'ri chiqadi. Va moliyaviy natijalarda biz asosan korxonaning foyda daromadlari va xarajatlarini ko'rishimiz mumkin. Bunda maxsus satr kodi bor. Maxsus satr kodlari orqali korxonaning o'sha foyda va zararlari hisoblab boriladi. Biz o'sha moliyaviy natija to'g'risida hisobot ichida 5 ta foydani biz ko'ramiz. Birinchisi biz ko'radigan bo'lsak, yalpi foyda deymiz. Yalpi foyda bu sotishdan tushgan tushumdan mahsulot tannarxi ayirib tashlasak, maxsus satr kodlar bilan ko'rsatib o'tilgan unda bizda yalpi foyda kelib chiqadi. Keyin bizda asosiy faoliyat foydasi kelib chiqadi. Asosiy faoliyat foydasi deganda yalpi foydadan ayiramiz davr xarajatlarini, qo'shamiz boshqa daromadlarni. Bunda bizda asosiy faoliyat foydasi kelib chiqadi. Va keyin umumxo'jalik faoliyat foydasi. Bunda biz moliyaviy, ya'ni asosiy faoliyat foydasi bilan ayiramiz moliyaviy xarajatlarni va qo'shamiz moliyaviy daromadlarni. Keyingisi soliq to'lagan qadar foyda. Bunda biz o'sha umumxo'jalik faoliyat foydasidan qo'shamiz yoki ayiramiz favqulodda foyda, favqulodda zararni. Va undan keyin biz sof foyda aniqlaymiz, ya'ni soliq to'lagan qadar foydadan ayirib tashlasak daromad solig'ini bizda sof foyda kelib chiqadi. O'sha sof foyda bizda taqsimlangan foyda deyiladi. Bu taqsimlangan foyda o'sha buxgalteriya balansidagi o'z mablag' manbasi ko'rsatilishi kerak. Uchinchi bo'lib bu yerda 4-chi shakl deyiladi, pul oqimi to'g'risidagi hisobot. Pul oqimi to'g'risida hisobot asosan yirik korxonalar tuzadi buni. Bunda bizda 3 ta pul oqimi to'g'risida faoliyat ko'rsatish kerak. Birinchisi operatsion faoliyat bo'yicha, ya'ni qancha pul keldi, qancha pul chiqib ketdi. Ikkinchisi bizda moliyaviy faoliyat bo'yicha pul kirim chiqimlari va uchinchisi investitsion faoliyat bo'yicha pul kirimi chiqimi. Ya'ni operatsion faoliyat deganda biz mahsulot olib sotganimizda tushadigan pul mablag'larini kirim chiqimi. Ikkinchisi moliyaviy faoliyat deganda biz o'sha qimmatli biz o'sha valyutalar yoki o'sha qanaqadir foiz ko'rinishda, boshqa ko'rinishda bo'ladigan daromadlarimiz, dividend bo'lishi mumkin, shu ko'rinishda daromadlar bo'lishi mumkin. Investitsion faoliyat deganda korxonaga yana ta'sischi kirib, investitsiya kiritadigan bo'lsa, qimmatli qog'oz sotishdan tushumlar bo'ladigan bo'lsa, biz o'shani aks ettirib boramiz. Ya'ni bankdagi hisob raqamimizda bo'ladigan barcha naqd pul va naqd pulsiz hisobotlarimizda o'sha pul oqimi to'g'risida kiritib boramiz. Va 4-chi shaklimiz bu xususiy kapital to'g'risida hisobot deyiladi. Bunda asosan aksiyadorlar, ta'sischilarning islom jamg'armasida qancha mablag'i borligi, ularda qanchasi rezerv kapitaliga jamg'arib borilayotganligi, qo'shimcha kapitali qanchaligi va joriy yilda taqsimot foydasi va to'lanadigan dividendlar hammasi to'g'risida ma'lumotlar xususiy kapital to'g'risida hisobotda ko'rsatilib borilishi kerak. Va bu yuqoridagi hisobotlar shakllari izohlar, ya'ni o'sha balansda izoh bo'lishi mumkin, balans tashqari shart bo'lishi mumkin yoki debitor kreditor bo'lishi mumkin. Har bir hisobot shakliga izoh berish mumkin. O'sha izohlar, hisob-kitoblar, tushunchalar ham ilova qilinib boriladi. Bular shakl deyilmaydi, maxsus shakldagi o'sha qo'shimcha ilovalar deyiladi. Xo'p. Biz o'sha hisobot shaklarini, ya'ni korxona moliyaviy hisobotlarini aytib o'tganimizda qo'shimcha ravishda konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotni aytib o'tishimiz joiz deb bildik. Sababi hozirgi kunda yirik korxonalar, ya'ni iqtisodiyotda, ya'ni biznesda holding kompaniyalar, korporatsiyalar, ya'ni bir korxonaning tarkibiga 20 talab, 50 talab, 100 talab korxonalar kiritib borilyapti. O'shalarni tuzadigan hisobotlar haqida gapirishamiz. Bu O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonunning 10-moddasida ham keltirib o'tilgan. Buxgalteriya hisobining xalqaro va milliy standartlariga muvofiq tuziladi. Sababi
yirik korxonalarning filiali o'sha ayrim davlatlarda bo'lganligi uchun konsolidatsiya moliya hisobi tuziladi. Bunda bosh korxonadan ajralib chiqib faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar guruhi uchun umumlashgan moliyaviy moddalar tuzish va taqdim qilish to'g'risida so'z yuritilyapti. Bu yerda bu filial emas, o'zini yuridik maqomiga ega, misol ayrim yirik korxonaning butun to'liq aksiyasini holding kompaniya sotib olgan bo'lsa, uning ta'sisi 100% o'sha korxona bo'ladigan bo'lsa, unda uning boshqaruv o'sha chekli korxonasi tegishli bo'ladi va ularga tegishli hisobotlarni yetkazib turadi. Ushbu korxonalar o'zining yillik hisobotini tuzadi, yuqoridagi to'rtta shaklni ham tuzadi. Undan tashqari yana holdingga ma'lumot beradi. Bu yirik korporatsiya holdinglar tuzadigan bir nechta korxonalarning ma'lumotlaridan yig'ib tuzadigan hisobot bu konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot deyiladi. Xo'p, qonunning mazkur moddasiga muvofiq bir yoki bir nechta shu'ba korxonalar, filiallar va vakolatlarga ega bo'lgan korxonalar umumlashgan moliyaviy hisobot tuzadi deb aytilgan va o'sha ma'lumotlarga qarab o'zining hisobot tuzib boradilar. Xo'p, konsolidatsiyalangan hisobot bir nechta xususiyatga ega. Bu birinchisi, konsolidatsiyalangan hisobot yuridik mustaqil korxona hisoboti hisoblanmaydi. Sababi bir nechta korxonalardan olib tuzadigan hisobot hisoblanadi. Shuning uchun o'zlari mustaqil korxona hisoboti emas. Korporativ guruh a'zolari hisoblangan korxonalar o'rtasidagi kelishuvlar konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotda ham kiritilmaydi. Ular o'zaro kelishuv bo'lmaydi. Bu yerda ya'ni o'zining debitor qarzi, kreditor qarzi bo'ladi, lekin o'zaro shartnoma asosida kelishuv bo'lmaydi hisobot ichida. Keyingisi guruhlar hisoboti birlashma tarkibiga kiruvchi har bir kompaniyaning moliyaviy ahvoli va faoliyat natijalari to'g'risidagi yig'ma axborotlarni aks ettiradigan hisobot bo'lar ekan. Bu ham o'sha korxonaning balansi bo'lishi mumkin, xuddi shunaqa to'rtta shakl asosida bo'lishi mumkin, lekin asosan korxona buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot tuziladi. Xo'p, buxgalteriya hisobotlarni taqdim etish. Biz bilamizki, hisobot yili tugagandan keyin ma'lum bir vaqtda korxonalar yillik buxgalteriya hisob shakllarini tuzadi va o'shani tegishli tashkilotga olib taqdim etadilar. Xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan tuziladigan va tegishli organlarga topshiriladigan moliyaviy hisobot biz bilamizki, birinchi sonli buxgalteriya hisobi milliy standarti bo'yicha tartib solinadi. Xo'p, o'sha standartga ko'ra moliyaviy hisobotlarda quyidagi axborotlar to'liq aks ettirilishi kerak deb aytilgan. Ushbu standartga muvofiq xo'jalik yuritish subyektlarining nomi, mulkchilik shakli, yuridik manzili, identifikatsiyalangan nomeri, ya'ni o'sha yagona darchadan yoki hokimiyatda beradigan guvohnomaga asosan har bir tarmoq bo'yicha identifikatsiyaviy nomer beradi. O'sha nomerlar albatta bo'lishi shart va subyektni aniqlab olish uchun zarur bo'ladigan boshqa rekvizitlar, ya'ni tarmoq kodlari, boshqa kodlar bo'lishi kerak. Keyingisi moliyaviy hisobot bir korxonanikimi yoki bir necha guruh korxonanikimi o'sha narsani ko'rsatish kerak. Ya'ni tashkiliy huquqiy shakli, u qanaqa korxona ekanligini ham aytib o'tilishi kerak. Keyingisi hisobot sanasi yoki moliyaviy hisobotlar qaysi davrni o'z ichiga olganligi, choraklikmi, yillikmi, oylikmi, 9 oylik yoki yarim yillikmi hisobot bo'lganligini ko'rsatgan bo'lishi kerak. Xo'p, topshirilgan hisobot axborotlarini to'g'ri tushunish uchun quyidagi rekvizitlarni keltirish lozim bo'ladi. Birinchisi, moliyaviy hisobotda qo'llaniladigan valyuta turi. U milliy valyutadami, chet el valyutasidami, o'lchov birligi ming so'mdami yoki million so'mdami yoki qanaqa o'lchov birlikda yuritilayotganligini ham ko'rsatib o'tilishi kerak. Keyingisi, hisobotda foydalanilgan raqamlarning aniqlik darajasi. Masalan, keltirilgan raqamlar o'sha ming hisobida yoki million hisobida ekanligi haqida ma'lumotlar kiritib o'tilishi kerak. Xo'p, moliyaviy hisobot quyidagi organlarga topshiriladi. Birinchi bo'lib subyekt, ya'ni mulkdorlarga. Mulkdor deganda o'sha aksiyadorlar. Kim o'sha korxonaga ta'sischi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yuridik shaxslar bo'ladigan bo'lsa, ularga bir nusxasini taqdim etadi. Bular davlat mulkni boshqarish vakolati berilgan organlarga topshiriladi va ta'sischilarga deyilyapti va qatnashuvchilarga binoan o'sha ma'lumotlar taqdim etib olinishi kerak.
Ikkinchi, davlat statistika organlariga. Har yil yakunidan keyin davlat statistika organining maxsus shakllari bor. O'sha shakllarni ham qo'shib maxsus korxonaning hisobotlarini kiritib olish kerak. Keyingisi, qonunchilikka o'sha binoan boshqa organlarga ham kiritib taqdim etib olinishi kerak. Xo'jalik yurti subyektlar moliyaviy hisobotlarini keyingi yilning 11-fevraldan kechiktirmasdan topshirishlari kerak. 11-fevraldan kechiksa maxsus o'sha jarimaga ya moliyaviy jarimaga tushib qoladi. O'shaning uchun korxonalar yil yakunida o'sha 11-fevraldan kechikmasdan topshiradi. Agarda ayrim holda kamchilik bo'ladigan bo'lsa 11-fevraldan keyin qayta hisobot qilib topshirishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, shart hisobotni jo'natgan sana dam olish kuni bo'ladi, to'g'ri keladigan bo'lsa, hisobot topshirish sanasi dam olish kunidan keyingi sanaga ko'chiriladi. Misol uchun 15-fevral shanba yoki oddiy kunga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha kunni dushanba yoki seshanba kuni ko'chirib, o'sha kuni hisobot topshirish sanasi, oxirgi sanasi belgilanadi. Xo'p, moliyaviy hisobotda tushuntirishlarning asosiy maqsadi shu korxonaning moliyaviy ahvoli va uning mahsuloti va ish xizmatlarini bozordagi o'rni to'g'risidagi to'liq axborotlar olish uchun hisobot shakllarining shu mazmunini to'ldirishga iborat. Xo'p, o'sha moliyaviy hisobotlar bizda hozir moliyaviy hisobot deyiladi. Moliyaviy hisobot shakllarini biz aytib o'tdik. Bu shakllar maxsus buxgalter standart bo'yicha yuritilar ekan. Lekin moliyaviy hisobotning xalqaro standart bo'yicha ham yuritadigan shakllari mavjud. Bular o'sha xorijiy tashkilotlar, chet el ishtirokidagi tashkilotlar va chet el investorlari sifatida kiritgan korxonalar o'sha xalqaro standart bo'yicha buxgalteriya hisobotlarini tuzib taqdim etib boradilar. Xo'p, ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun hisobot davridagi va shu davrdagi ko'rsatkichlar taqqoslashuvchanligi, ya'ni o'tgan yilgi buxgalter hisobot ma'lumotlari bu yilgi hisobotlar taqqoslanishi kerak ma'lumotlari. Ular buxgalteriya balansi va moliyaviy natija hisobotlar albatta bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Umumiy summa bilan keltirilgan ayrim eng muhim mulklar, aktivlar, majburiyatlar turlarining baholash usullarini qo'llashda yagonalikni ham ta'minlashdan iborat bo'ladi. Va biz buni asosan moliyaviy hisobotga qo'llaymiz. Moliyaviy hisobotda o'sha buxgalteriya balansi va moliyaviy natija hisobotlarida taqdim etilishi kerak bo'ladi. Bizning o'sha buxgalteriya hisoboti va moliyaviy hisobot degan ma'ruzadan shundan iborat edi. Qisqacha agarda qo'shimcha o'sha savollar murojaat bo'ladigan bo'lsa, maxsus mana o'sha email adresim va Telegram kanalim bor va YouTube kanallarida qo'shimcha ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin, savollar ham berishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar.